Assalomu alaykum. Bizani kuzatib turgan barchaga. Xudo xolasa bugun 2026-yil 29-iyul sanasida sizlarga pishganiga ancha vaqt bo'lgan arra 13 uzum navimizni ko'rsatmoqchiman. Xudo xolasa bu uzum navimiz juda ertaki nav hisoblanadi. Arra 30 bilan bir vaqtda pishgandi. Buni videoga olishga vaqtimiz bo'lmagan. Mana berkalari ham bor. Arra 13. Bu navimiz juda ertaki nav hisoblanib iyun oyini oxiri, iyul oyini boshlarida pishdi. Xudo xolasa bu navimiz kishmish va juda yirik, juda ajoyib donlari bor. O'ziga yarasha chiroylik. Mana donlari mana shu holatda. Mana shunday kattalikda. Bu navimiz pishgan paytda bozorda bunday yirik urug'siz nav yo'q edi. Go'shtlari oq, mana ichida oddiygina bitta kichkina rudimenti bor. Xudo xolasa hozir sizlar bilan buni qand miqdorini o'lchaymiz. Qani nechi brix yig'gan ekan bu navimiz. Mana o'zib oldik. Bu navimiz pishish vaqtida yomg'irli zonalarga tavsiya qilinmaydi, chunki yomg'irga pishish vaqtida yomg'ir yog'sa yorilishga moyilligi bor deyilgan. Lekin juda ertaki nav. Mana. Xudo xolasa arra 13 uzum navimiz 25 brix. Bu navimiz pishganiga juda ko'p bo'lgan. Men o'ylayman shu uchun qand miqdori juda oshib ketgan. Bu pishganiga adashmasam 1 oy yo 40 kun bo'ldi. Arra 30 bilan bir paytda pishgandi, olishga vaqt bo'lmagandi. Xudo xolasa hozirgi holati shu. Buxoro shahrida 2026-yil 29-iyul sanasida arra 13 uzumlarimiz 25 brix qand yig'ibdi. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Hali bundan ham zo'r uzumlarni qo'yishni davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.